Demak, Blender darslarimizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda 2D varianti qo'yilgan, bu yerda 3D varianti. Xo'p, mana shu model 3D varianti ko'rinishda yasab chiqqanman. Buni hozir asta-sekin ko'rib chiqamiz. Mana shu tomonni ko'ramiz, mana shu ajratilgan. Hammasini A bilan belgilab, H ni bosamiz, yashirib qo'yamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi Shift E ni bosamiz. Silindr kerak. Silindrni bu yerdan o'zgartiramiz 24. Aylanish shaklini, edge'lar sonini tabni bosib RX 90 gradusga burib olamiz. S Y Ctrlni bosib tursak bizga grid orqali yurib beradi. Mana shunaqasiga. Keyin Ctrl R bilan bitta edge loop o'tkazaman. S ozgina kattaroq qilamiz. Xo'p, endi 3 ni bosib bu tomonni face ni tanlab I bilan ozgina insert qilib extrude ozgina insert S bilan ozroq yana kichikroq qilamiz va extrude orqa tomonini yasayapman hozir. S ozgina scale insert extrude yana bitta insert beramiz. Bu G Y ichkariga kirgizamiz. Mana shunday turadi hozircha. Keyin mana shuni face ni tanlab Ctrl B bilan bevel beramiz. Hozir bevel bergan vaqtim, Ctrl B bevel bergan vaqtim mana bu yerga edge qo'shilyapti. Bizda mishkan g'ildiragini aylantirsak edge qo'shib beradi. Bizga bitta edge yetadi. Insert beraman I harfi bilan. Katta bo'lib ketdi hozir. S scale qilib extrude ichkariga. Xo'p, 2 ni bosib mana bu edge looplarni tanlab Ctrl B bilan bevel. Insert G Y ozgina ichkariga. Mana shunaqa qilib olamiz. Endi 3 ni bosaman yon tarafdan qaragan holatda. Numpad 3 ni bosib yon tarafdan qarab mana bu Shift ni bosib turib ikkita tomonni tanlab olamiz. Looplarni. Bundan oldin mana bu yerga bevel beraylik. Ctrl B. Endi 3 ni tanlab mana shuni tanlab olamiz. Extrude bergan vaqtimizda X Z o'qi bo'yicha ketib qolyapti. X tomonini bosishimiz kerak. X ni bossak X o'qi bo'yicha bizga surib beradi. Xo'p, tepadan qaraymiz. Topdan. Xo'sh. Endi bizga S Y bo'yicha ozgina scale qilamiz. Keyin buni to'g'rilab olishimiz kerak. Chunki mana bu to'g'ri turibdi. S X 0 ni bosib enter ni bosamiz. Bizga mana shunaqa to'g'ri holatga chiqarib beradi. Bizda hozir bu uzun bo'lib ketgan. Buni ozroq ichkari kiritamiz. GX S Z yana ozgina scale. Keyin X ni bosib face'larni o'chirib yuboramiz. Face'lar kerak emas. Xo'sh. Ctrl Z bilan orqaga qaytib, yana bizda ozroq ichkari kirish kerak ekan, chunki mana bu yerda uzilgan joyi bor ekan. Endi face ni o'chirib tashlaymiz. Mana bu yerda vertexini to'g'rilab olishimiz kerak. GX ni bosib, xo'p, Y ekan, Y bilan Ctrl ni bosib mana bu vertexga to'g'rilab qo'yamiz. Endi buni mirror qilaman X o'q tomoniga. Xo'sh. Endi smooth berib subdivide beramiz. Subdivide. Ctrl 2 ni bossak bizga subdivide qilib beradi. Xo'p. Subdivide ni mana bu yerdan ko'ramiz. Subdivide ni o'chirib turib, o'chirgan holatda Ctrl R bilan H, Ctrl R,
edge mana bu edge'ga to'g'rilab qo'yamiz. Yoqib qaraymiz subdivide'ni. Xo'p, mana bu yerdagi face insert berib, face'ini o'chirib yuboramiz. Mana bu edge loop'larni tanlab, mana bu yerdan face grid fill bilan yopib qo'yamiz. Grid fillni yopib qo'yganimizda mana bunaqa liniyalar noto'g'ri turgan bo'lsa, grid fill kirib o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, sonlari bu. Mana bu holatda liniya to'g'ri turishi kerak, subdivide berganda buzilib ketmasligi uchun. Mana bu tomonni ham xuddi shunaqa. X face'ni o'chirib tanlab, 2 ni bosib, mana bu edge'ni tanlab, face grid fill bilan yopib qo'yamiz. Xo'sh, endi subdivide'ni yoqib ko'raman. Bizda toza topologiya tayyor bo'ladi. Xo'p. Endi qiladigan ishimiz mana buni edge'ni ushlab bunga bevel berib qo'yamiz, chunki bilinib turish kerak subdivide bergan vaqt. Mana bunaqa o'tkir holatda bilinib turish kerak. Xo'p, subdivide'ni o'chirib turib, face'larni tanlab, hammasini A harfi bilan bosib, xo'p, Alt E ni bosamiz. Bizga extrude ichkariga qilib berish kerak. Yo'q, ichkariga. Tabni bosib, mana bunaqasiga extrude bo'lganini ko'ramiz subdivide'da. Xo'p, shunaqa. Endi hozir mana bu tomonga qanotlarni chiqarib olishimiz kerak, ikki tomonni. Bizga kerak bo'ladi mana shuni o'zi. Subdivide'ni o'chirib turamiz. Mana bu edge'larni alt bilan bosib turgan holatda tanlaymiz. Shift D, P selection, tabni tanlab, alohida Shift Z ni bossangiz bizga setkalarni ko'rsatib beradi. Edge'lar alohida qilib oldim men, P selection qilib alohida qilib olganman. Bu yerda ortiqcha vertexlarni Shift X bilan o'chirib tashlaymiz, kerak emas bizga. Xalaqit beradi. Hammasini belgilangan holatda scale qilamiz. Xo'p, Z o'qi bo'yicha bir ozgina scale, G bilan pastga to'g'rilab S X. Xo'p, S X. Y o'qi bo'yicha ekan. Xo'p, mana bu narsani tushuntirib o'tib ketaman. X o'qi qizil bo'ladi har doim, mana. X o'qi har doim qizil, yashil tomon Y, Z tepa. Mana Z harfini bossak Z o'qi bo'yicha, G ni bosib X o'qi bo'yicha bosamiz, qizil taraf yonadi. G ni bosib Y tomonni bosamiz, bizga yashil tomon yonadi. Hozir biz darsda tushunchak yasab o'tib ketyapman. Buni ortidan takrorlab qilib borsangiz, asta-sekinlik o'rganib borsangiz bo'ladi. Scale qildim men hozir. Hop, extrude X o'qi bo'yicha. Extrude. Hop, S Y. Endi mana bu edge'larni Shift Z ni bosaman, mana. Edge'larni tanlab olib, Ctrl B bilan bevel beramiz. Bevel. Xo'p, hammasini A harfi bilan bosib, Alt E ni bosib extrude ichkariga. Extrude tanlagandan keyin mana bu yerda offsetni tanlasak bizga to'g'rilaydi. Flipni ham bosib qo'yamiz, mirror shartamiz. Hammasini belgilab G bilan X bilan ichkariga ozgina kiritaman. Xo'p, buni tanlab, buni subdivide'ni yoqib ko'ramiz, buni ham subdivide'ni yoqib ko'ramiz. Xo'p, bizda subdivide'imiz noto'g'ri ishlayapti. Chunki noto'g'ri vertexlar ulangan hozir. Bizda yozilyapti. Xo'sh. Subdivide'ni o'chirib, alohida mana bu yerda so'roqcha belgisini bossangiz alohida oladi. Xo'p, bizga to'g'rilab berish kerak. Subdivide to'g'ri bo'lishimiz uchun to'g'rilab chiqishimiz kerak. Ctrl R bilan 3 ta vertex, 4 ta
Endi subdivide'ni yoqib ko'ramiz. Xo'p. Mishkani o'ng tomoni va smooth ko'ramiz. Xo'p, bizda nimadir xato ketdi, chunki subdivide buzilib ketdi. Alt V ni bosib ko'rsak, mana qizil tomoni bizda xatoligini ko'rsatib turadi. Xo'p, tabni bosib Shift M ni bosamiz, to'g'rilaydi. Mana bunaqasiga. Endi to'g'ri bo'ldi. Xo'sh. Bu subdivide yoniq. Bunda ham. Endi buni tanlagan holatda yana edge'larni tanlab Shift D P selection. Xo'p, extrude SY. Xo'p, mana bu tomonni yasayapman. Tepadan qaragan holatda mana bu vertexlarni GX bilan ozgina chiqarish kerak. Xo'p, mana buni o'zini chiqarsak bo'ladi. Yo'q. Mana shunaqasiga hammasini belgilab Alt E extrude. Xo'p, offset, flip normal. Subdivide ni yoqamiz. Bizda yana xatolik ketyapti. Chunki xo'sh. Endi to'g'rilandi. Buni belgilab X o'qi bo'yicha ozgina ichkariga kiritamiz. S bilan ozgina kattaroq scale. Subdivide ni yoqib qo'yamiz. Mana bunaqasiga. Bularni mirror tabni bosib qilyapman. Tabni bosib modify ni o'zgartirib keyin mirror qilamiz. Bo'lmasam bu yerda ham mirror bor. Mirror bunga kirib o'tirmayman chunki vaqt olmasligi uchun. Alt X bilan mirror qilib yuboraman. Bu yerda addon bor. U addon haqida keyin gaplashamiz. Xo'sh. Bizda mana bu to'g'ri chiqmayapti. Chunki buni flip bilan yopishimiz kerak orasini. Z o'qi bo'yicha ozgina kattaroq. Y. Buni tanlangan holatda subdivide ni o'chirib turamiz. Ctrl R bilan edge o'tkazib. Xo'p. Shift D P selection. Mana shu edge ni o'zini ana bosib hammasini tanlab F bilan yopamiz. Xo'p, buni ham alohida olamiz. Bizda F bilan yopganimizda mana bunaqa vertex bilan birlashtirmasak subdivide'imiz to'g'ri ishlamaydi. J harfi bilan birlashtirib chiqyapman. Y o'qiga mirror. Mirror qilganimizda buzilib ketyapti mana. Shuning uchun qo'lda J harfi bilan bosib to'g'rilab chiqamiz. Ctrl R. Mana bu yerga bitta H, Ctrl R. Xo'p, mana bu yerga bitta H. H ni tanlaganimda Ctrl ni bosib tursam magnit hosil bo'ladi va yopishtirishda menga oson bo'ladi. Xo'p, mana shunaqasiga. Endi hammasini A harfi bilan bosib Alt E extrude ichkariga yoki tashqariga. Yo'q, ichkariga bo'lish kerak. Keyin subdivide ni yoqamiz. Smooth. Yo'q, mana shu hozir yasaganimiz edi. Hammasini tanlab extrude E mirror bu tarafga. Hop, saqlanib qilib turish kerak. Bo'lmasam kompyuter chiqib ketishi mumkin. Qilgan proyektlaringiz o'chib ketadi. Xo'p, mana shunaqa holat. Endi tepasini ochamiz. Buni tanlagan holatda subdivide o'chiraman. Xo'p.
modify o'tab R bilan Ctrl R bilan H qo'shib bu yerga ham yana Ctrl R H tepadan qarayman 7 bilan qarayman numpadda 3 ni bosib xo'p mana shu face'larni tanlab olamiz. Extrude o'zi Z o'q bo'yicha menga extrude qilib beryapti ichkariga. Xo'p. Extrude qilgan vaqtim mana bu yerda bizda mana bu face'lar bor. Ichkarida ham extrude qilganimiz ichkariga o'shaning uchun face'lar turibdi. Buni ham extrude qilishimiz kerak. O'zi Z o'q bo'yicha extrude qilib beradi mana buni. Subdivide ni yoqamiz. Shunaqa holat. Xo'p. Yana qayerlardadir xatolik ketdi. Bu chunki mana bu o'zi ko'rinib turibdi. Xo'p. Liniyalarni o'chirayin, hozir ko'rinadi mana. Buni to'g'rilaymiz. Bu muammo emas. Hozir shuni turibdi, mana belgilangan ekan. Ctrl plusni bossak hammasini tanlab beradi. S qilib scale qilamiz. Xo'sh. S bizda ichkari kirib turish kerak. Xatoliklar ko'rinmasligi kerak. Endi subdivide ni o'chirib turamiz. Xo'p. Mana bu bosganimizdagi Shift Z ni va Z ni bossak, Shift Z ni bossak bizga setkalarni ko'rsatib beradi. Ichkari tomon ko'rinib qoladi. Alt Z ni bossak oq tomon qilib liniyalarni aniqroq ko'rishimizga yordam beradi. Alt ni bosib turgan holatda mana bu liniyani tanlab olamiz. Xo'p, bunga Q harfini bosamiz. Q S. Bizda bitta mana bunaqa liniyani sharpen qilib beradi. Ctrl S. Xo'p, hammasini belgilayman. G X bilan chetga olaman. Alt H ni bosaman mana bu. Yasagan modelim. Mana shuni yasadik hozir. Mana bu. Hali bu anaqalari yasalgani yo'q, ko'p joylari faqat buni o'zini yasadik. Mana bu bo'limlar ham bor. Bular mana bu. Xo'p. Hammasini belgilab, belgilayotgan vaqtda mishkani shunda chap tarafini tortib buni bossak belgilanadi. Agar belgilashni olmoqchi bo'lsak, Ctrl ni bosib turib tortamiz, buni belgilashni olib tashlaydi. Xo'p, surib qo'yaman. X o'q bo'yicha tegmasligi kerak model bir-biriga. Mana shunaqa model. Xo'p, bu yerdan xo'p, ranglarini ko'ramiz. Hozir qora. Subdivide ishlatilgan. Subdivide mana shunaqa holatda tekshiriladi. Subdivide nima uchun kerakligini tushuntirib beraman keyingi darslarda. Agar davom ettirsam, davom ettirmasligim ham mumkin, chunki ko'plar qiziqmayapti darslarga. Bundan oldingi kanalimda YouTube'da ko'p darslar qo'yganman. Chunki u kasbni o'rganishga ko'pchilik sabr etmaydi, keyin boshqaroq kasb kerak emas bunaqa narsalar degan uchun ko'plar qiziqmagan uchun darslarda короче 150 tadan ortiq dars yuklab qo'ygandim oldingi kanalimga. Qiziqmagan ko'pchilik qiyin bo'lgani uchunmi yoki sabr etmagan uchun o'shaning uchun hamma darslarni o'chirib tashlaganman YouTube kanalimdan. Hozir kimlargadir yana qiziq bo'lsa deb YouTube'da video yozyapman. Xullas shunaqa gap. Mana shuni o'zini yasadik hozir. Blender anaqasi darslari bu. Blenderda asosan 3D modellar ishlatiladi. 3D modellar yasaladi. Hard surface, sculpting, animation ko'p narsalar ishlatsa bo'ladi. Lekin ko'p narsalarda hozir tushunib olishingiz kerak. Blenderni endi boshlaydiganlar
juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladi. Chunki oson programma emas Blender. 3D Max, Maya, qolgan programmalarga qaraganda hammasini o'z jamlagan dastur. Xo'p, zapis ketyaptimi? Jamlagan dastur. Animation ham bor, hard surface, oddiy modellar, sculpting, bular hammasini Blender o'zi joylagan o'sha hammasiga. O'rganish to'g'ri ozgina qiyin, lekin professional dastur Blender. 3D modeling bo'yicha Maya ham professional, 3D Max ham professional, prosta bu dastur qulayligi tekin va darsliklar ko'p va o'rganishlar ham ko'p. Blender haqida shuncha qisqacha gapirib o'tdim. Kimgadir qiziq bo'lsa, YouTube'ga joylab qo'yaman. Kimgadir kerak bo'lsa, kerak bo'lmasa, ko'rmasa ham bo'ladi. Bu prosta hozir o'zim yozib qo'ydim. Xo'p, agar kimgadir qiziq bo'lsa, keyingi dars haqida kommentariyga kimgadir bir kishi, ikki kishi bo'lsa ham mayli, yordam beraman. Keyingi darsni Blender noldan o'rgatish uchun chiqarib boraman.